Dadamni bir tanishiga va'da qilib qo'ydim. Qo'ng'iroq qilaverib, jonimga tegib ketdi. Lekin u kitobni qayerdan topishga sira aqlim yetmayapti. Qaramagan joyim qolmadi. Uy, ofis hech qayerda yo'q. Uydagilardan so'ramadingmi? Hech kim hech narsa bilmaydi. Oying ham bilmas ekanlarmi? Yo'q. Assalomu alaykum amaki. Ha. Haligi buni Samarqandlik Jabbor akaga restavratsiyaga beraman. Haligi xorijlik bir yaqinim iltimos qilgandi. Yo'q deya olmadim-da, bolam. Ha, menga ishing bormidi? Yo'q o'zim, so'rashay deb kirgandim. Ha, bo'pti, boraver. Xo'p. Qadimiy kitob deganingga eslab qoldim. Oxirgi marta Karim akaning yonlariga kelganimda otang bir Samarqanddagi Abdujabbor buva degan inson haqida gapirgandilar. Uni qadimiy kitoblarni restavratsiya qiladi degandilar. Abdujabbor deysanmi? Ha, Abdujabbor? Mabodo u odamni manzilini aytmaganmidilar? Yo'q, lekin manzilini aytmagandilar. Ammo Abdujabbor buva desa Registonda ko'pchilik bilar ekan. Eski xattotlardan ekan. Demak, kitob haqida u kishi bilishi aniq. Rahmat o'rtoq. Men hozirroq Samarqandga jo'nayman. Yo'q, shu vaqtda-ya. Ha. Ertaga tongda borarsan? To'g'ri aytasan. Ertaga jo'nayman. Hozir bo'lmasa bilet olib qo'ying. Shunaqa qila qol. Komil, xotiningning o'limidan keyin bunaqa yurishing yaxshi emas. Yana 2 marta uylanib ham yashab keta olmading. Yaramga tusibmi aka? O'zi birinchi xotinimning o'limidan keyin peshonamga oila degan narsa yozilmagan ekan. Birinchi baxting oltindan taxting degan gap bu ma'nosini endi tushunyapman. O'zi Xudo meni oiladan ham, farzand baxtidan ham qisgan ekan. Unday dema uka. Hali ham bo'lsa kech emas. Mehribonlik uyidan bironta yetim bolani asrab ol. Boshini sila. Savobi katta. Qo'ysizchi aka. Bu bilan nima o'zgaradi? Keyin ota-onasi topilib qolsa-chi? Katta bu olib o'zinikilarni topib meni tashlab ketadimi? Ey, yo'q, kerak emas aka. Gapirma. Kechagi so'ragan narsam nima bo'ldi, Bahrom? Nima edi u? Karim Sulaymonovning o'g'li Kamron to'g'risidagi ma'lumotlarni so'ragandim. Shuni aytyapman. Vay, esim qursin, esan chiqib qopti-yu. Qanaqa mas'uliyatsiz odamsan? Kesadan olib chiqibdi-yu.
suv qo'yib o'chirish kerak, bo'lmasa hamma yoqqa o't ketadi. Tushunmadim, sizlarga nima bo'lyapti o'zi, ha? Sengachi? Oyi, katta odamman. Nima xohlasam shuni qilaman. Kecha uydan kechga yaqin chiqib ketib, tongga yaqin kirib kelding. Benikoh yashayapsan, uyalmaysanmi? Butun mahallani oldida oilamiz sha'nini yer bilan bitta qilding-ku. Oyijon, pashshadan fil yasamang. Axir yosh bola emasman. Gapingizga kiryapman. Unga uylanayotganim yo'q-ku. Bo'ldi-da endi oyi. Umidvor bo'lma, senga olib bermayman qizni. O'sha iflos bilan o'ralashib mas'uliyatsiz bo'lib ketding. Doriga o'rganding. O'sha bilan ovora bo'lib kimligingni unutib qo'yyapsan. Shuning uchun ham hali hech narsaga erishganing yo'q. Bo'ldi-da endi oyi, bas qiling endi. Ha, alam qildimi? To'g'ri gap tuqqaningga yoqmaydi. Agar otangni kompaniyasi bo'lmaganda hozir qayerda bo'larding? Otangni kompaniyasi bo'lmasa, puli bo'lmasa, o'sha qiz sen bilan uchrasharmidi? Shuni bir o'ylab ko'rdingmi? Bu bola odam bo'lmaydi. Nima men senga robotmanmi? Men ham odamman. Esimdan chiqib qopti. Shunga shunchami? Sen aytgan topshiriqni men allaqachon bajarib qo'yganman. Xo'sh, Kamron kecha Samarqandga poyezdga chipta olgan. Bugun jo'naydi. soat nechida? 20 minutdan keyin. Nima? 20 minutdan keyin? Ha? Voy, qayoqqa? Baribir ulgurmaydi. Birpas turib qaytib keladi. Aka. Uka. Mana janjalni ko'rib, menga nasihat qilgani keldingmi? Yo'q. Bu sen ko'rib turgan janjalning holvasi. Bundan zo'rlarni sen hali ko'rmagansan. O'zi nima yo'rishyapsizlar aka? Ana u kotiba bilan munosabatingiz uchunmi? Kim bilan yurish, kim bilan yashash bu meni ishim. Katta odamman axir. Aka, lekin onam sizga yomonlik tilamaydilar. Onam ularga bo'lgan mehrimni mana shunaqa janjallar bilan o'ldiryaptilar. Bu gapingiz noto'g'ri. Aytishga oson. Otam ham, onam ham ikkalamizni hech qachon teng ko'rishmagan. Men nima qilsam ham menga qarshi chiqishgan. Endi onam sevgimga ham qarshi chiqyaptilar. Akamga ham oson emas.